Ana diyarımız O'zbekistonda bugün 28 may 2025 yıl. Videonu dikkat bilan görün. İloji boricha o'tirib oling. Bunday joy, bunday narxda siz bu yakında görmegensiz. Aniq ishonaman. Hamisha ham chiqavermaydi bunday narxda. Qarang, arkamda 4 tane uy qurilgan. Bu yanda 3, arayanda 1'si. Adresini tushuntiraman. Biz hozir toza Ashgabatskidamiz. Ya'ni 9 oxirimda. Bunda 50-maktab. Arkamda klinika, poliklinika, bog'cha, hamma narsasi bor. Yo'lni bo'yindamiz. Bu yerdan 9 Damozi, 254 Damozi, 9 avtobusi hamma narsasi o'tadi. Endi svet, suv, kommunalka, Wi-Fi umuman muammosi yo'q, xudo xolasa. Bu yerda 4 joydan ikkisi qolgan, ikkisi sotilgan. Hozir men sizlarni birisi bilan tanishtiraman. Boshdan narxini eshiting. 2 xonali korpusni puli 399 million so'm. Eng oxirgi narx bu. Shoshilib qolamiz. Ketdik. Qarang. Yana uy 70% yeri pishan kavushdan qurilgan. Travertinlari urilgan, damla ishlari qo'yilgan. Girishingiz bilan dalan, hol. Patologni balandligi 340. Hisob qiling, 340. Endi dalanni razmeriga keladigan bo'lsak, dalanni razmeri 355 ga 690. 355, 690. Bu yana o'tadigan bo'lsak, koridordan bu yanda birinchi bunda sanuzil. Sanuzilning razmeri 140 ga 110. Bu yanda oshxona. Poni suv uchun, suv ketishi uchun, kanalizatsiya uchun qo'yilgan. Kir mashina uchun, endi kuxonli garnitur uchun. Beyin razmeri 325 ga 230. Aynalarni ko'rib panoramli. Bu yerda kichkina bog' qoldirib ketilgan. 1 metr, 3,5 metr atib, dapadan yoqib tushishi uchun. O'zi uyimizda hamma oynasi panoramli qilingan. Endi birinchi etajda bu yerda bir zal bor. Uyimiz divorlari rotmont urib, oqartirib qo'yilgan. Dalan bu zalning razmeri 325 ga 560. Endi elektrik ustanovkalari qarang. Umuman ayolmagan mana 1, 2, 3, 4, 5. Bir xonada 4 dona rozetka bor. Tepadagisi televizor osish uchun. Suv girib turibdi ishondan, uchotchiklari qo'yilgan suvni. Endi bu zinaga qarang. Zina alohida mehr berilgan, alohida bir go'zallik zina. Zina quyma. Bilasizlar, o'zini hurmat etgan quruvchi quyma zina qo'yishga harakat qiladi. Endi uyni yana bir yutuqlardan birisi, har uy uchun addini lyuk qo'yilgan. Tepaga chiqib ketadigan yer uchun. Hozir shibirnitini ham ko'rsataman. Shibirniti ham baland. O'zingiz uchun alohida o'zingiz zonangizni o'rab olib, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu kattalar uchun spanli. 415 ga 495, 495, 415 razmeri. Endi ikkinchi etajning patolog balandligi 320 patologi. Ikkinchi etajniki. Bu yanda detskiy spanli. Buning razmeri 320 ga 320. Buning razmeri. Buning oynalari ponni panoramli qilib ishlangan. Bunda ikkinchi etajning dushi. Bu yerga chashagin qo'ysam bo'ladi. Razmeri 170 ga 110. Endi bu yerda xohlasangiz katta spanni etsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz katta zal etsangiz ham bo'ladi. Razmeri 465 ga 430. 465 uzinasi, eni 430. Balkoni bo'lsa alohida tema. 390. Uzinasi, bu yana esa salkam 1 metr. Ko'rib turganingizdek, hamma sharoit, hamma qulayliklar bor. Tunuka bondlardan urilgan, travertinlardan pisandli va ishlatilgan. Endi Klyuchatorlarga qarang. O'zi ikkinchi etajda 4 dona yerga to'p ketgan bo'lsa 10 dona avtomat. Chunki rozetkaga addinli avtomat ketgan.
Ümini yakıp uçuradi onu. Deyin avtomat ketgan. İşte hozir birinchi etajdagi tualetni razmerida men sal yanglishdim o'xshaydi. Hozir o'lchab aytaman uni. Bir ona tak razmeri 1.50 ga 1.70 ekan. Men 1.10 1.40 dedim, uni emas ekan. 1.50 ga 1.70 ekan razmeri. Hozir uchaklikni ham ko'rsataman. Birinchi etaj plita bilan bostirilgan, ikkinchi etaj bo'lsa strapil bilan bostirilgan. Strapilning ham oralari yaqin. Strapilning ustidan rekaning ustidan falganing ustidan bo'lsa qamish ustidan loyning ustidan to'proq yopilgan. Hozir shiprintidan bir ko'rsataman. Bir maqtayin.